Sharq Turkistonda yetimlarga yordam qilib kelayotgan bir saxovatchi tutqun qilindi. Erkin Asiya radiosunun xabar qilishicha, Qashqar viloyatining Yengishar noyisida Ishonch To'xo restorani deb nom chiqargan oshxonaning egasi Yasin Mamatning har kuni turmushi nachar oilaga va yetim bolalarga yordam buyumlari taqatganligi uchun qonunsiz yordam va qanot ostiga elish jinoyati bilan ayblanib turmaga tashlanganligi o'tirg'i chiqdi. Yasin Mamat yordam qilgan bolalar orasida ota-onalari turmaga qamalganlarmi borligi, Yasin Mamatning bo'lsa 2 yildan buyon Oqsuda turmada ekanligi ma'lum. Erkin Asiya radiosunun xabar qilishicha, yaqinda Sharq Turkistonning Xotan viloyatining muavin valisi G'olib Ablimid intizomga xiloflik qilish bilan ayblanib adliya organlariga topshirib berilgan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish organi 19-iyul e'lon qilgan uqtirishga asoslanganda uningga intizom va ideologiya jihati masalasi bor, Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan sadoqati yetarlik emas va 200liminchi degandek Uyg'ur amaldorlariga otib kelayotgan jinoyatlar otilgan. Saudiya Arabistonning 3 oylik vaqtdan buyon Jiddiy portida 26 kishilik paraxod xodimlari bilan tutib turilayotgan Eronga tava neft paraxodini qo'yib berganligi bildirildi. Eronning yerim rasmiy agentligi Mehrining ismini oshkorlamagan amaldorlardan naql qilib berishicha, Saudiya Arabiston 30-apreldan buyon Jiddiy portida tutib turilayotgan Eronga tava Baxt bir nomli neft paraxodini qo'yib bergan. Xabarda Eron davlatlik neft paraxodlari shirkatlariga tava bu paraxodning xodimlari bilan birga Eronga qarab dengiz safarini boshlaganligi bildirildi. Xalqaro jamiyat tarafidan Uyg'urlarga tutgan nachar muomalasi sababli tanqidlanib kelayotgan Xitoy, Amerikani diniy huquqlar masalasida Xitoyga qarata bir taraflama qarashdan saqlanib, Beijingga qora chaplashdan voz kechishga chaqirdi. Xitoy Kompartiyasining rasmiy matbuotlari bo'lgan Xalq gazetida e'lon qilingan maqolada Xitoyning diniy erkinligiga hurmat qildiganligi, lekin Amerikaning Xitoyga qora chaplash uchun dinni bahona qilib qo'llanganligi ilgari surildi. Maqolada Şinjan'da qurilgan tarbiyalash markazlari rayon xalqini terrorlik va asabiylikdan qutqizishdagi unumli bir yo'l, Xitoyning birligiga buzg'unchilik qilish va ichki ishlarga aralish uchun diniy erkinlikni qo'llanayotdi deyilgan. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochadigan qonun loyihasining vaqt to'xtatib qo'yilishini yetarli deb qaramagan namoyishchilar faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Dunyodagi muhim pul muomala markazlaridan biri bo'lgan 7,5 million nüfuzli Hong Kongda jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berish qonun loyihasi keng ko'lamli namoyishlarga sabab bo'lmoqda. 2 oydan buyon davomlashayotgan namoyishlar bosh ma'mur Carrie Lamning qonun loyihasi o'ldi degan so'zlariga qaramasdan davomlashmoqda. Borsa shaharlik hukumat tarafidan uyushtirilgan Türk dunyosi an'anaviy tanarkat faoliyati 1200 dan ortiq tanarkatchi va adabiyot san'atchi bilan yuzlagan xalq ommasi qatnashgan ichilish murosimi orqali rasmiy boshlandi. Borsa shaharlik hukumat uyushtirilgan bu faoliyat Yoshlar va tantarbiya ministrligi, Borsa valiligi, Borsa madaniyat sayohatchilik va tashviqot birligi, Türkiye an'anaviy tantarbiya turlari birlashmasi, Dunyo an'anaviy tanarkat birlashmasi, Turksoy va Turk dunyosi shaharlar birlashmasi qatorliq organ va tashkilotlarning qatnashishi bilan rangarang sahnalar bilan boshlandi.